Tovar belgisiga talabnoma topshirish. Adliya vazirligining sanoat mulki muhofazasi portaliga kiring. OneID tizimida ro'yxatdan o'tgan holda shaxsiy kabinetingizga kiring. Talabnoma yaratish tugmasini bosing va tovar belgisi bo'limini tanlang. Xizmatdan foydalanish tugmasini bosing. Huquq egasini tanlang. Ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan tovar belgisi haqidagi ma'lumotlarni kiriting. Barcha bo'limlarni to'ldiring. Tasviriy belgilarga jonli mavjudotlar, predmetlar, tabiiy va boshqa obyektlar tasvirlari va shuningdek chiziqlar, dog'lar, har qanday figuralarning tekisligidagi kompozitsiyalari, hajmlilaridan tashqari kiradi. So'zli belgilarga so'zlar, so'z ko'rinishiga ega bo'lgan harfiy birikmalar, xususan har qanday ketma-ketlikdagi unlilar va undosh tovushlarning bo'g'in hosil qiluvchi birikmalari, so'z birikmalari, gaplar, shuningdek ularning birikmalari kiradi. Jamlama belgilarga turli xarakterdagi, ya'ni tasviriy, so'zli, muayyan shakldagi hajmli va boshqa elementlar kombinatsiyasi kiradi. Xabarlar va SMS xabarlari yuborish uchun elektron pochta va telefon raqamingizni kiriting. So'ngra yozishmalar manzilini kiriting. Talabnoma ishonchli vakil orqali topshirilganda ishonchnomani yuklang. Vazirlikka talabnoma kelib tushgan sanadan oldinroq ustuvorlik so'ralayotgan bo'lsa, ustuvorlik maydonini to'ldiring. Talabnomaga qo'shimcha hujjatlar ilova qilinsa, hujjatlarni yuklang. Tovar va xizmatlar turini qo'shing. O'zingizga kerakli sinfni tanlab, kerakli tovarlar ro'yxatini tanlang. Kiritilgan ma'lumotlarni to'g'riligini tekshiring va tasdiqlang. Talabnoma topshirish uchun belgilangan miqdordagi davlat bojini o'zingizga qulay to'lov usullari orqali to'lang. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng shaxsiy kabinetingizga talabnoma qabul qilinganligi to'g'risidagi bildirishnoma yuboriladi.